Selamünaleyküm muhterem obunachilar. Yine sizlarga yarım plan joy bosatiladigan garaji bilan, lekin garajning hozir срочный keldik, kiliti yanımda yok. Shuni qisman shu topman o'zingiz gap ko'rasizlar. Ben tarafdan foto bor, отдельный угловой. İçan tarafini hozir görüp birgalikda tanishamiz. Stechka qilingan. Elektrik cho'tchiklar qo'yilgan. Demir eshik. Bismillah deb ishon qismini ko'rib chiqamiz. Girganimizda ağaç pul bilan choylar po'lat zatib ketdilar. Chap tarafimiz muallik kafelar urilgan. Har bir xonadoncha alohida avtokulchalar qo'yilgan. İç chap tarafimizda zal. Bu zalımız как раз garajning üstü. Garajning üstüne. Yine aynalar, akvaplastik i registrlenen zamanı katil koyulgan. Ortadaki xonanın aynası görüntü tuttu. Bo'lgan uchun quyosh tushishi uchun oyna bemalol ko'rinadi, registr qo'yilgan. Razmer xudo xolasa 420 370 bor. Xudo xolasa adashmasam. Yerimiz kuxnya. Gazga tutdi, topga tutdi. Hozir ustalar kotelni ishlatchak bo'lib tutdilar. Zamonaviy kotel. Bog' tarafı bor, letniy tualetlar ham bor. Bir spalniy. Yine razvedkalar qo'yilgan. Yine doğrumuzda zamonaviy kotel. Удобный, ajoyib. Yine санузел, ванна, унитаз, kafel, patologacha kafel, ariston. Eng zo'ri угловой bo'lib tushgan. И bu yan tarafda yine letniy hojatxona. Tasdik yine. Zamonaviy kotel. И унитаз uzbekskiy. Bu yandan girib chiqaverasizlar. Qo'y po'yak kelasizlarmi, velosipedga kirizasizlarmi? Fotomuz bor. Narxini yozib qo'yaman. Murojaat qilsangizlar. Endi mendan joy hozir to'g'risini aytganda zo'r. Ходовой joy ham угловой gap yo'q. Muhtaram obunachilar, chiqinglar, aytganman, o'rtada hech kim bo'lmaydi, to'g'ri primoy olasizlar. Ko'p odamlar to'g'ri borib egasini qidirib o'tdi. Bunda sizlar lekin biza xiyonat etgan bo'lasizlar. Biz shu ishda yuribmiz. Bunchalik aytmanglar, oluvchidan biz pul so'ramiz. Biz dogovorimizni buzasizlardan просто yaxshi ish bo'lmaydi, baraka bo'lmaydi unda. Chiqinglar, egasini telefon uraman, kutib oladi. Keyingi ro'yxatga o'tguncha xayr, rahmat.